Men ismim Bekzod. Agrobank avtomobil filiali boshqaruvchi o'rinbosariman. Norboyev Shohrux. Shohrux ham boshqaruvchi o'rinbosari hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha. To'g'ri, mahallada tadbirkorlik qilinayotgani, sizlarga kredit berilishi, tadbirkorlar ko'paytirilishi, ularni ko'maklash bo'yicha men mas'ulman. Meni bo'limim qabulni mahallada Norboyev Shohrux o'tkazish kerak aslida. Endi bu kishini sohasi bo'lmagani uchun, lekin baribir o'tkazish kerak. O'rinbosar hisobida. Shuning uchun o'zim gapiraman. Bizda bankda 23 ta mahalla biriktirilgan. Oltisoy tumanidagi 23 ta mahalla agrobankka biriktirilgan. Biz mahalla agentimiz, mahalla bankirimiz, yoshlar yetakchilari, hokimlikdan juda yaxshi biladi. Yaqindan kichik ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish qilaman deyish mumkin. Yo'q, avtomobil bo'lishi mumkin, avto servislar bo'lishi mumkin. Ana shu yo'nalishlarga bizda bankimizda 5-6 xildan ko'proq hozir aytdingiz-ku, doimlarimiz deyilgan bo'lgan shaxslarga mana shu haqda to'liqroq ma'lumot bersangiz, o'zim qiziqishim bor. ishlaydigan odamlar. Agar